Tabib Hosil Nosiriydan shifo topganlar bugungi kunda juda ham sanoqli ko'p, lekin ularni tasvirga olib, o'z tilidan bayon qilishi, hikoya qilishi bugun zamon talabi ekan. Shuning uchun o'z tilidan, o'z so'zidan eshitamiz. Assalomu alaykum. Karim Feruz, Qorovlat To'jnon tumanidanman. 2018-yil G'ija kasalligiga duchor bo'lgandim. Ko'p joyga bordim. Faqat operatsiya qilishni tegishgandi. 9 mm g'ija bor degandi shunga doktorlar. Keyin 2019-yil yanvar oyiga mahsulotlarni uzumlarga keldim, internetdan topib. Keyin shuni malhamlarini olib, tayyorlagan narsalarni olib ichdim. 3 oy davomida uzluksiz. Mana Xudoga shukr, shundan beri yaxshi yuribman. Qaytib MRT ham qilib ko'rdim. Mana G'ijadisdan sog'ayganman. Alhamdulillah, shundan beri yaxshi yuribman. Hozir yana bir o'zimizni o'rtog'imiz shunaqa kasallik bo'lgandi. Shu uchun shuni ham yerga olib keldim. Hozir men sizni bergan nimalardan minnatdorman. Shu xabar uchun katta rahmat. Katta rahmat. Men ham shu xabar uchun minnatdorman sizdan. Odamlarni sog'ayganini eshitsak, o'z mehnatimizning mas'ulini, samarasini ko'rgan bo'lamiz-da. Shunga juda quvonamiz. Rahmat sizga. Sizning ishlaringiz omad bilan. Boshqa dardni ko'rmanglar. Rahmat.